Oram keldi, bellarim ham og'riyapti aka. Men senga massaj qiladigan beraymi zo'ridan? Ha? Ketdik. Sen zo'r joyga olib kelding. Mana shu shekilli, mana shu yerda zo'rlari bor. Yur. Farg'onada bitta bu. Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizmi? Charchamayapsiz. Xohlaringizdan bellar, oyoqlar og'riyapti aka. Shunga bir yaxshilikdan tavsiya qilasizmi? Bo'ldi aka, bizda bu narsaga juda yaxshi yechim bor aka. Xo'p, Aka, bel og'rig'i, belda to'plangan turli oyoqlar hammasiga juda zo'r modellarimiz bor. Primoxtadan import bo'ladi aka. Primoxtadan keladi. Primoxtadan keladi. Aka, narxlarimiz hammasi sklad narxlarida aka. Birinchi qo'l narxlarimiz. Eng arzon $650 boshlanadi. So'mga taqqaningizda bitimda 950 bitim bo'ladi. Bitimda 950. Unga qarab, tepaga qarab ketaveradi. $300 gacha modellarimiz bor aka. Xo'p, sizga eng muqobil variantda tavsiya qilsam bo'ladimi? Tavsiya qiling aka. Xo'p, mana aka, bu modelimiz aka. 372 modelimiz aka. Oyoqlaringiz 3 gacha Ham yaxshi ekan o'zi. Juda zo'r model aka. Mana ko'rsatib bo'ladi. 12 ta avtomatik rejimda ishlaydi aka. Bundan tashqari abagrev qismlari ham bor aka. Oyoqlaringiz 3 gacha qiladi. Bundan tashqari kruz qo'lda oddiy qilsa ham bo'laradi. Boshqasi yosh katta odamlar sensorga tushmasligi mumkin-da. Ular nima aytdi, knopkalardan boshqasi ular yerdan spinkasini ko'tarib yoki tushirib, abagrev qismlarini yopib, havo yoqishlarini ko'tarib yoki tushirib, keyin nima qulay tomon qilib qo'yilgan aka endi. Ovoz bilan boshqasi ham bo'ladi. Ovoz bilan. Gapirsangiz komandangizga javob beradi. Ingliz tilida bunaqa o'zi orqasida yozib qo'ygan. O'zbek tiliga ham tushadi bu. Xo'p, bunda faqat hozir ruschasi bor, inglizchasi bor. Ha, ruscha. Agar sizga o'zbekcha nimalar kerak bo'lgan, mana yangi. Xo'p, bu model ham xuddi shunaqa. Bu 6 avtomatik rejimda ishlaydi. Bundan tashqari 5 xil rejimlari ham bor aka. Xo'p, голосовой управление ham bo'ladi bunda aka. Bu modelimizda o'zbekchasi ham bor, ruschasi ham bor. Ha, bemalol. Quleyligi zo'r ekan, o'zbekchasi bo'lsa. Yosh katta odamlarga. Masalan, yoshgina bolalarimiz ko'p ruschani bilmaydi yoki inglizchani bilmaydi. Ular ham o'zbekcha gapirib ishlatish mumkin. Bemalol gapirgan faqat inglizcha gapiradi, lekin displeyda yozilganda, displeyda o'zbek tillari biladi, bemalol shuncha bo'ladi. Xo'p, narxlar bilan tanishib o'tsak, akamning dastlabki xizmatlari ham bor. Dastlabki vodiy bo'ladi, dastlabki xizmatimiz bor aka. Andijon, Namangan, Farg'ona. O'sha narxlarning ichida. Narxlarni xohlasan, chiroyli qilib qo'yamiz, istak qilib qo'yamiz. Kelishilgan holatlar. Betil kassasini bir tushuntirib o'tsak, sharoitlarni ko'rdik, narx-navolarni, xalqqa manzur keladigan umiddan kassasini tushuntirib o'tamiz. Kassamiz xalqqa. Xo'p, bu tomondan kelganingizda Markaziy bank yonidan kirib kelaverasiz. To'g'ri kelganingizda foyda bo'yida do'kon ko'rinadi, bannerdan o'zi. Bu tomondan kelganingizda Oybek adim tomon bilan to'g'riga, hech qayerga burilmasdan to'g'ri kelasizda. Juda o'tganingizdan keyin atlas ko'rinadi, atlasga o'tmaysiz. Svetoforda shunday razor qilasizda, to'g'ri kelaverasiz. Agar navigator ko'rilsa, Qashqar ko'chasi 128-uy aka. San'at saroyining oldida. San'at saroyining orqa tomonida adashib qolmaysiz. Sizlarga tavsiya qilib o'tamiz, like, podpishkani bombilatamiz. MySpace nomeri.